Dünya Səhiyyə Təşkilatının ən yeni statistikasına asaslanganda, Cungodan başqa yangi tipdagi qaysimon virusning o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilgan bemordan 44067 bor bo'lib, oldingi kundagidan 6703 bemor ko'paygan. 1440 bemor qazo qilib, 310 bemor yangidan ko'paydi. 13-chисло soat 0gacha Koreyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 7979 bo'lib, 12-chисло soat 0gadan 110 bemor ko'payib, jami 67 bemor qazo qildi. 12-chисло Yaponiyada yangidan 56 bemor ko'paygan bo'lib, 676 odamga aniq diagnoz qo'yilib, jami 19 odam qazo qildi. Germaniyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 2369 bo'lib, 5 bemor qazo qildi. 3-ayning 11 kuni soat 15 dan boshlab 802 bemor ko'paydi. Fransiyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 2876 bo'lib, oldingi kundagidan 595 bemor ko'paydi. Buning ichida 61 qazo qildi. 129 bemorning kasali og'ir. Fransiyadagi maktablarda kelar haftaning biridan boshlab dars to'xtatiladi. Italiyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 15113 bo'lib, oldingi kundagidan 2651 bemor ko'paydi. 1016 odam qazo qildi. 1258 odam saqaydi. Ispaniyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 3004 bo'lib, har qaysi avtonom rayonlarda maktablarning vaqtincha taqolligi e'lon qilindi. Avstriyada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 361 bo'lib, 4 odam saqaydi. 12-chисло Avstriyada tunji qitim qazo qilgan bemor ko'rildi. Polshada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 51 ga yetgan bo'lib, oldingi kundagidan 20 ko'paydi, bir qazo qildi. Amerikada aniq diagnoz qo'yilgan bemor 1459 bo'lib, 39 bemor qazo qildi. Amerika bo'yicha 46 shtat va Kolumbiya alohida rayonida aniq diagnoz qo'yilgan bemorlar bayqaldi.